Bu kuchli ilon hisoblanadi bu. Ber. Yaqinroq kelib, u senga hujum qilmaydi bu, qo'rqma. Bosh qo'rqma bundan sen. Demak, tog'li rayonda turganligimiz uchun yoshligimizda ham juda ko'p oyoq ostidan chiqadigan eng qo'rqinchli, vahimali bag'i ilonlardan biri bo'lgan, ya'ni gurza. Gurza ilonni o'ta kuchli zaharga ega. Albatta, yurak qon tomir kasallik sistemasiga juda tez ta'sir qiladi va juda ko'p davlina, yuqori qon bosimiga ega bo'lganda kasalliklarni va juda ham ko'plab uchraydigan ba'zi bir onkologik kista kasalliklarga zo'r effekt beradi bu. Endi bu ilonni zaharni olishda menga bir kishi baribir yordam berish kerak. Bu ilon bilan ham juda uzoq yildan beri mana kulcha holda yotadi mana. Yo'ldan chiqib qoladi, tog'lar orasida shu tog'ning rangiga o'xshab maskirovkaga kirib oladi bu. Mana shunaqa o'zgarib turadigan ilon bu. Juda ham chaqqon, tez, juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak har doim. Bizga endi buni ilonni zaharni olish uchun albatta bir kishi ishlab turmasa, bunda kuchli nima bor. Endi kobraga o'xshagan ilon emas bu har holda. Chunki yoshi ham katta ilon buni. Kecha chiqayotganda tog'da chiqib qoldi yo'limizdan. Qani bir iloji bo'lsa, imkoniyatdan foydalanib bir zaharni olib ko'rsatib beraylik. Mana, bismillah. Ketdi. Bu kuchli ilon hisoblanadi bu. Tak, beraver. Tak. Endi u yoqdan keyin ana olib kel, zahar og'ich bilan nimangni olib kelgin. Zaharni olib ko'raylik, zahar berammi yo'qmi? Bu ilon juda ham xavfli, reaksiyasi juda ham tez, juda ham sekundlar ichida chaqib olganini biz birozda bilmay qolamiz. Buni tishlari juda chuqur kiradi chaqqanda ham. Ehtiyot bo'lish kerak. Buni gadyuka, gurza deydi buni. Bismillah. Mana. Bu boshqacharoq zahar beradi, rangi ham bo'lsa boshqacharoq. Endi ozgina mana jag'idan men piyolchani ushlab tursin bu holat o'g'a. Mana. Tag'in ishlayman. Ketdi. Bu zahar kam beradi endi, chunki hozir salqin, juda ham karax holatda turibdi. Agar issiq kunlarda bu bilan yaqinlashib bo'lmaydi, juda ham opasniy. Bu inson sog'ligiga jiddiy ta'sir qiladi. Biz bu olingan zaharni qayta nima qilib quritib, lechimli holatga aylantirib, keyin insonlarga o'zimizni kuchimizdan kelgancha hamma yordamni qilamiz. Aziz muxlislar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Nimaga yordam bo'lsa, nimaga savollar bo'lsa, bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlaringizdagi hamma diagnozlaringizni tashlab yuborsangiz, men imkoniyati boricha hammasiga javob berib, bo'ladi, yordami tegadi, har xil nima deydi, konkretni aniq ma'lumotlarni berib boshlayman. Bunga bir go'sht bermaymizmi? Yo qo'yib yuboramizmi toqqa? Bo'ldi. Sog' bo'ling, bizning kanalga obuna bo'ling va albatta kuzating. Sizlar podpishka qilsalaring, bu yog'i Xudo xolasa O'zbekiston emas, butun dunyo bizga meditsina uchun davolanishi kelishi mumkin. Hammasi Xudodan.